Marhaban bo'libsizlar. Qanaqa yaxshimisizlar? Mana bizga bugun yangilik ko'rsanglar mumkin. Mana Turkiyani narsalari. Mana shu oqingizni ham ko'rsatib yuboring. Qaysi oq? Mana o'shani ham ko'rsatib yuboring. Ana ko'ringlar. Bular Gloria firma, Turkiyaning moli, chista firma. Mana bular anaqaniki. Mana bular Turk. Oshxonaniki bular, Turkiyaniki. Rangiga. Mana adnatonnilar. Mana yangi kirgan. Ana ko'ringlar. Пирожки. Nozim opa, eshik oynalarim bormi? Eshik oyna bor. Mana ko'rsanglar mumkin. Yangi tovarga kelgan. Kelib olib ketishingiz mumkin. Хороших нету на базаре. Mana Necha metrdan hammasi? 5 metrdan 6 metrdan. Mana pastlarni ham ko'rsatdik, mana pastlarda ham yangi tovarga kelgan. Nima tavsiya berasiz bizani klientlarimizga? Kelib olib ketinglar. O'sha aytganimizdek tikishlari tekin. Mana yangi tovarlar kelgan. Tadbirach qilib bir-biriga moslashtirib, kajikin bilan pullarni moslashtirib olib ketaverasizlar. Hech qanaqa Turmushga chiqayotgan yeni qizchalarimizga nima deysiz? Asobiy biza qilib beramiz. Oldin Asobiy nima bo'ladi? Nima kiradi ichiga? Endi mamlaqalar bo'ladi, mana kelinlarga mamlaqalar. Endi o'zlarining xohishiga qarab, mana mamlaqalar. Masalan, mana qarab turing, mana bular kelinlarga qilamiz. Eshik oynalar qilamiz. Eshik oynalari bor. Oynalari bor. Zakaziga qarab turib qilamiz mana. Mana buni moslashtirib qilamiz. Shu bugungi anaqalar, yangiliklar. Zakaz bersa ham bo'ladimi? Отдельно. Mana misol uchun taxmonlar bor, uzun taxmonlar bor, keyin bunaqalar bor. Hammasini qilib bera olasizmi? Taxmonlarga o'zlari necha metrligini aytadi. Agar chetda bo'lsa, tanlab olib ketaveradi 5 metr, 6 metr. Agar mabodo zakaz qilishadigan bo'lsa, ko'proq tapchanlarga, o'rashlarga. Rahmat, Nozima.